Boy aka, ikkinchisi uchun arzongina xonadan topib qo'ydim. Narxini oxirida aytib o'taman. Xonani video obzorini ko'rsataman sizga. Qani ketdik. Kirganimizdan chap qo'lda kuxnya joylashgan, minigina, ixchamgina. Xo'p, kuxnining yonida esa bitta qo'shimcha xonasi. Bu yoq mehmonxona, o'zingiz shaxsiy mehmonlaringiz kutadigan xona. Bu esa qo'shimcha yana bitta xonamiz hisoblanadi. Bu ikkinchi xonamiz. Xo'p, bu yog'ida esa hojatxona, sanuzel. Alohida men hojatxona, sanuzelini ko'rsatay. Hojatxona shart emas. Akkuratni xarajat qilingan bu yoq. Mana bu esa spalni xonamiz hisoblanadi. Xo'p, adresimiz 156-maktab ro'parasi 4 qavatli domni 4-qavat hisoblanadi. 3 xonali xonadonimiz ko'rib turganingizdek, bahosiga keladigan bo'lsak, 36500 qilib belgilangan, kvadrat metri 6.800.000 so'mdan. Aytgancha barcha jihozlari bilan birga qo'shib sotiladi. Tezda ulgurib qoling, kam xarajatgina uyda ikkinchisiga olib qo'ysangiz bo'laveradi. Pastda telefon raqam qoldirdim. Sirazi qo'ng'iroqingizni kutaman. Maxfiy bo'lib qoladi bu sotuvimiz. 21-asr ko'chmas mulk agentligi ishonch bilan qurilgan kelajak. 1832 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qiling.